Assalomu alaykum futbol shaydolari. Soccer TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz Yevropadagi amalga oshirilishi kutilayotgan transferlar. Yoshi o'tib borayotgan Lewandowskiga o'rinbosar qidirayotgan Laporta moliyaviy muammolar tufayli biror chora topa olmayapti. Lekin Barselona rahbarligiga o'z nomzodini qo'ygan Viktor Font esa agar saylovda g'olib chiqsa, muxlislarga Erling Haalandni va'da qilmoqda va bu shunchaki boshlanishi ekanligiga ishora qilmoqda. Manchester Citydan Haalandni olish albatta bu qiyin masala, lekin 25 yil oldin Luis Figo ham Barselonadan Real Madridga o'tishi imkonsizdek tuyulgan edi, lekin o'sha vaqtdagi Realning yangi rahbari Florentino Perez buni uddalagan edi. Siz nima deb o'ylaysiz? Agar Viktor Font saylovda yutadigan bo'lsa, va'dasini bajara oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bu xabardan keyin esa Manchester City sport direktori Osmon Dembelening menejeri Moussa Sissoko bilan aloqa o'rnatdi. Osmon Dembele Paris Saint-Germainga o'tganiga qadar o'ng qanot vingeri bo'lib o'ynagan, lekin Luis Enrique yuqori darajadagi pressing uslubiga tayangan holda uni to'qqizlikda, ya'ni hujumning eng uch qismida foydalanishni afzal ko'rdi. Va afzallik Dembele uchun juda ham qo'l keldi. Santraforda o'zini yaxshi his qildi va bu unga oltin to'pni keltirdi. Shu sababli Haaland klubni tark etadigan bo'lsa, Manchester City uning o'rniga Dembeleni asosiy nomzod deb baholamoqda. Dembele esa Paris Saint-Germainning yangi shartnomasini hozircha qabul qilmayapti. Ya'ni Haaland Barselonaga ketadigan bo'lsa, Dembele Manchester City formasini kiyishi mumkin. Kataloniyaliklardan yana bir yangilik. Bu yangilik Manchester Uniteddan ijara asosida olingan Marcus Rashford haqida. Barselona ushbu mavsumda 38 ta o'yinda maydonga tushib, 10 ta gol va 13 ta gollik uzatma amalga oshirgan ingliz o'yinchidan unchalik ham mamnun emasdik. Sababi shartnomadagi sotib olish opsionini rahbariyat amalga oshirishni xohlamayapti. Uning o'rniga Chelseadan Pedro Netoni xohlashmoqda. Lekin Chelsea Netoni eng kamida 70-80 million yevroga sotishini hisobga oladigan bo'lsak, biroz qiyin masala. Rashfordning opsioni esa atigi 30 million yevro. Manchester United muxlislariga eski Manchester Unitedni eslatayotgan Michael Carrick turnir jadvaldagi asosiy raqibidan biri bo'lgan Aston Villa ustidan ishonchli g'alaba qozonib, kamida mavsumning oxirini naqd qilib qo'ydi. Lekin rahbariyat mavsum so'ngida Carrickga minnatdorchilik bildirib, u bilan xayrlashmoqchi. Manchester Unitedga keladigan nomzodlar esa quyidagicha. Birinchi nomzod Unai Emery, ikkinchi nomzod esa Andoni Iraola, uchinchi nomzod Roberto De Zerbi, to'rtinchi nomzod Julian Nagelsmann. Mutaxassislarning fikricha esa asosiy nomzod Roberto De Zerbi. Mavsum so'ngida Manchester Unitedning asosiy maqsadlaridan biri markazni kuchaytirish va buning uchun Atalantadan Edersonni xohlashmoqda. Aslida Edersonning transfer oynasidagi narxi 60-70 million yevro atrofida. Lekin shartnomasi tugash arafasida bo'lgani sababli Atalanta uni 30-40 million yevro evaziga qo'yib yuborish ham mumkin. Agar ushbu transfer amalga oshmasa, Manchester United bor e'tiborini Chelseaning yosh iqtidorli o'yinchisi Andre Santosga qaratadi. Liverpool Juventusdan 24 yoshdagi Turamni xohlamoqda va shu bilan birgalikda turk futbol yulduzi Kenan Yildizni ham olib kelmoqchi, lekin asosiy nishon fransuz yulduzi Turam. Jarohatdan keyin o'ziga kela olmayotgan Jeremy Dokuni Atletico Madridga olib qochmoqchi. Ba'zi xabarlarga qaraganda Dokuning o'zi ham o'yin amaliyoti kamligidan norozi va klubni tark etishga tayyor. Qiziq, Atletico Alvarezni olib qochganiday Dokuni ham Manchester Citydan olib qocha oladimi? Alvarez esa keyingi mavsum qayerda bo'lishimni aniq ayta olmayman degan so'zlardan keyin Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal va Barselona jamoalari yaqindan qiziqish bildirmoqda. Asosiy da'vogar esa Paris Saint-Germain. Bu bizning birinchi video loyihamiz edi. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Agar video sizga manzur bo'lgan bo'lsa,
Kanal rivoji uchun layk bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.